Assalomu alaykum qadrli futbol ishqibozlari, salomatmisizlar, charchamayapsizlarmi? Oldingi videoni joylab turib, o'zi 1-2 kun yana video qo'ymoqchi emasdim, ko'proq tomosha bo'lsin degan maqsadda, lekin kechagi kundan keyin video joylamasam bo'lmas ekan. Noto'g'ri bo'lar ekan, uyat bo'lar ekan. Shuning uchun bu videoni yozyapman. Tezlikla ketamiz, chunki kechagi o'yin bizga juda ko'p emotsiyalarni, hissiyotlarni ulashdi. Boshqacha o'yin bo'ldi. Kutilmalarimizni oqladi. O'zi kutasiz, bir narsani kutasiz, natija birlamchi emas. Natija haqida emas gap. Ha, natija Barselonada bo'lmadi, lekin ikkinchisida bo'ldi. Misol uchun, bittasi yutmagan taqdirda ham nargisi yutadigan o'yin edi. Ya'ni sharhda aytganimdek, muz hamda olov o'rtasidagi jang bo'ldi. Barselona o'zining hujumini, haligi eng katta gvardiyasini maydonga olib chiqqan edi. Atletico esa xuddi shu gvardiyaga qarshi butunlay boshqa uslubda o'ynaydigan taktikasi bilan chiqdi. Va keyin o'yladim. Men kelib turib anchadan keyin yozyapman. 4 ta bo'lim bo'ldi umumiy olganda. Atletico Madrid bitta bo'lim fenomenal o'ynadi. Bitta bo'limni yaqqol ustunlik bilan yakunladi. 4 ta gol urdi. Qolgan 3 ta bo'limda Barselona nisbatan ustunroq. Ikkinchi bo'limda ancha ustunroq harakat qildi, gol ham urdi, hisobga olinmadi rosa var ko'rib chiqqandan keyin va bugungi 2 ta bo'lim. Lekin futbol shunaqada, bitta bo'limda shunaqa zo'r o'ynab yuborishing mumkinki, keyingi 3 bo'limlik raqibimning qo'rqinchli, dahshatli, hujumkor o'yini ham o'sha bir bo'limga teng kelmasligi mumkin. Endi qarang-da, hozir ko'pchilik Atletikoni tanqid qilyapti. Men sharhda ham ochiqcha Barselonaning jozibali futboliga shundoq oshiq bo'lib ketib, endi futbol sharh, biz sharhni chiroyli qilib berishimiz kerak, vaziyatlarga xiyonat qilmasligimiz kerak. Qolgan masalada spektaklga aylanishi uchun maksimal uslublardan foydalanamiz. Bu bizning vazifamiz. Biz oldindan aytib kelganmiz, kim nima desa desin, biror bir klubga muxlislik qiladigan holatda emasmiz. Ya'ni sharhlovchilik, juda ko'p sharhlovchilarni, ba'zi sharhlovchilarda bo'lishi mumkin. Kecha Shmurnov kelganda ham aytib o'tdi, misol uchun sharhlovchi o'zining yaxshi ko'rgan klubini aytishi kerak dedi. Lekin ishonchim komilki, o'sha yaxshi ko'rgan klubini aytadigan sharhlovchilar ham sharhlay ikki jamoaning o'rtasiga tusha muxlislikni o'ldirib borishadi. Muxlislik o'ladi baribir. Lekin oyna jahon orqali tomosha qilayotgan muxlis, u umrining oxirigacha muxlis bo'lib qoladi va muxlis bo'lib qolishga haqqi bor. Buni inkor qilib bo'lmaydi. Lekin sharhlovchilik shunaqaki, siz har doim o'rtadasiz. Siz har doim qozisiz. Ta'bir joiz bo'lsa ham aytaman. Va har doim ikkita tomonni ko'rasiz va sekin o'sha muxlislik yemirilib boraveradi. Men bugungi sharhda mana tagida yozishyapti. Men bundan hijolatdan bo'lmayman. Boshqa haddan tashqari Barselona muxlisi bo'lib sharhladingiz. Barsachi ekansiz, u bu degan gaplar bo'ldi. Bugungi o'yinni ko'rib turib, men izohlarga ataylab qarab turib aytayapmanki, juda ko'p Real muxlislari ham men Realchi bo'lsam ham, lekin Barsaning o'yini gap yo'q, dahshat deb yozishdi. Ya'ni bugun futbol bo'ldi. Bugun romantika bo'ldi. Bugun hissiyot bo'ldi. Ha, Atletikoni ham ayblab bo'lmaydi. Atletiko o'sha bir bo'limda qayd etib qo'ygan fenomenal natijasini ushlash uchun 3 bo'limga Barselonaga mana shunaqa o'ynashga ruxsat berdi. Ya'ni Atletiko hujumkor futbolni biladi. Atletiko qanday chiqishni biladi. Atletiko pressingni biladi. Birinchi bo'limda ko'rsatib, agar ko'rsatmagan bo'lganda, "Hay, bu jamoa Getafe" deyishimiz mumkin edi. Yo'q, u Getafe emas, bu Atletiko. Atletiko biladi, lekin shunaqa komfort gol urib qo'ydiki, 4 ta gol urib qo'ydi va bu yog'iga 3 bo'lim Barselona boricha o'ynasa ham o'sha 4 ta golning tarozi pallasi ustun kelishiga umid qilib o'ynadi va uddasidan chiqdi. Demak, bir bo'limda zo'r o'ynab turib mana shunaqa natija qayd etsa bo'lar ekan. Endi boshqacharoq eksperiment o'tkazamizda. Qarang, bo'limlarni teskarisi olib kelamiz. Deylik, 4-bo'lim boshidagi 1-bo'lim bo'lsa, 3-bo'lim 2-bo'lim bo'lsa, 2-bo'lim 3 va boshidagi 1-bo'lim 4-bo'lim bo'lsa, qanaqa bo'lardi? Demak, tasavvur qilyapsizmi? Birinchi bitta gol urdi Barselona 4-bo'limda, umumiy ikkinchi o'yinning 2-bo'limida bitta gol urdi. Keyin
ikkinchi taymda 2 ta gol uradi, 3-0 bilan keladi. Va 3-bo'limda Atletico Madrid ura olmaydi va qolgan 45 daqiqada 4 ta uradi. Endi qarang, mana bundoq qilib teskarisiga buraydigan bo'lsangiz, super comeback bo'lar ekan. Bitta bo'limda haddan tashqari zo'r o'ynashning oqibatida comeback qilgan bo'lar ekan, agar bunday qilib turib dominoni teskari teradigan bo'lsak. Endi Mavrid emas-ku, lekin comeback masalasida mana shunaqa bitta bo'limda dahshatli o'ynab, natijani 3 ta bo'limni yo'qqa chiqarib yuborish masalasida endi Real Madrid juda ko'p misollar beradi-da bizga. O'sha PSG bilan o'yin, Chelsea bilan o'yin esingizda bor. Ayniqsa PSG bilan o'yin, o'sha comebacklar qilib Liverpoolni oxirida Chempionlar Ligasi finalida mag'lub etganda, Benzemaning benefisi bo'lgan yilda Real shunaqa qilgan. Real 3 ta bo'lim juda yomon o'ynagan. Haddan tashqari rasvoy radda balo o'ynagan. PSG 1-0 bilan kelgan, esingizda bor. Keyin penaltidan Messi gol ura olmagan. Mbappe yana gol urgan. U yoqda Mbappe edi, bu yoqda Mbappe urgan edi. PSG futbolchisi o'laroq. Va 2-0 3 ta bo'limni PSG ostin-ustun qilib tashlagan. Real umuman uyg'onadigan ahvolda emas. Bir bo'lim o'ynagan. O'shanda ham bir 20-30 daqiqa o'ynagan va bir bo'limning o'zida 3 ta gol urgan. Karim Benzema 3 ta gol urgan. Ya'ni o'sha Atletikoni mana bunaqa ag'darib ko'rsatilgan o'yinida Real Madrid futbolchilari xuddi shu narsani real voqelikda namoyish etishgan. Shuning uchun aslida bugungi uchrashuv juda katta o'yinligini mana shu orqali tushuntirmoqchi bo'ldim. Endi o'yinga bevosita o'tishdan oldin men Barselona muxlislarini bugungi o'yin bilan tabriklamoqchiman. Hansi Flick davridagi Barselona bu natijalar haqida so'ylaydigan klub emas. Bu rostakamiga futbol, estetika. Hujumkor futbol, yorqin futbol. Ba'zan natija beradi, ba'zan natija bermaydi. Lekin qiziq tomoni, ben shu Flick kelgandan beri Barselonaning eng zo'r o'yini, eng zo'r o'yinlari qaysi desangiz, ro'yxat tuziladigan bo'lsa, 3 talikka yoki 5 talikka men Inter bilan kechgan uchrashuvni va mana bu o'yinni qo'shaman. Qizig'i, Barselonaning yutqazilgan, musobaqadan chiqib ketgan o'yinlarni bemalol eng zo'r o'yinlar sirasiga qo'shsa bo'ladi. Haqiqatan ham eslang. Va qiziq tomoni, Lamin Yamal haqida ham gap ketganda, Yamal o'sha Inter bilan kechgandagi o'yinda ko'rsatgan harakatlarini hali-haligacha mutaxassislar gapirishadi. Shu zo'r o'ynab yuborsa, o'sha Inter bilan kechgan o'yindagi o'ynadi deyishadi. Jamoa yutqazgan. Lamin Yamal juda ko'p zarbalar yo'llagan. Zommer fenomenal o'yin ko'rsatgan. Zommer qaytargan. Yamal bitta gol urgan-u, birinchi o'yinda keyin gol ura olmagan. Lekin shunaqa katta futbolchi bo'lib ketgan edi ko'z o'ngimizda. Ya'ni Barselona shunaqa bir xotiralar qoldiradigan klubga aylanyaptiki, Hansi Flick davrida yutqazgan o'yini bilan ham kelajakda bemalol farzandlarimizga shu 10 yil oldingi Barselona haqida gapirib bering deyilsa, ishoning Inter bilan kechgan uchrashuvini va Atletico Madrid bilan kechgan o'yinini eslaydigan darajaga olib chiqyapti. Bu ajoyib natija. Bunday o'ylab qaraganimizda futbol nuqtai nazaridan ajoyib natija. Barselona bu sovrinlar, kuboklar haqidagi gap emas. Biz buni bilamiz. Oldindan uning qadriyati bo'lakcha. Futbol quradi Johan Cruyff, undan keyin Pep Guardiola va parallel juda zo'r futbol qurib yuborgandan tabiiyki natijalar ham keltiradi, sovrinlar ham olib keladi. Ammo sovrin olib keladimi, olib kelmaydimi? Bu Barselona jozibadorligi bilan o'ziga muxlislar to'plab olgan. Men bitta narsaga e'tibor berdim. Shu rusiy zabon segment Barselona klubini yoritadigan mutaxassislar ko'p. Real jamoasining o'yinini yoritadigan blogerlar juda ham ko'pda. Juda ko'pini bilaman, yozilganman, ba'zlarini ko'raman, ba'zlarini ko'rmayman, lekin bugun shu narsaga e'tibor berdim. Realning juda ko'p jurnalistlari deylik, o'zlarini sahifalarida Realning o'yinini ham yoritishadi va Barselonaning o'yinini ham yoritib borishadi. Lekin men Barselonani keng surati yoritadigan Barsa Family'ni olamizmi yoki boshqa kontentlarni oladigan bo'lsak, ular faqatgina Barselonani yoritishadi. Realning jurnalistlari Barsani ham qo'shib yoritishadi va ular juda adekvat yondashishadi. Yaxshi bo'lsa yaxshi deydi, maqtaydi, boshqa qiladi. O'zining jamoasida ham ana shu jihatlarni ko'rgisi keladi. Keyin o'ylab qoldim, nimaga Real
futbolchi jurnalistlarning aksari Barselona o'ynagandan keyin ham video joylashadi. Lekin ana u Barselonaning jurnalistlarining aksari Real haqida tayyorlashmaydi deganda keyin tushundimki, Barselonada baribir qadriyat bu hujumkorlik, yorqinlik. Ya'ni maydondagi harakatlar. Natijani bir chetga suramiz va mana bu yalang'och maydondagi o'yin bilan muxlislarni o'zimizga qaratamiz degan shior ostida o'ynaydigandek. Real esa ayni teskarisi. Shuning uchun ham bular o'rtasidagi raqobat dahshat. Real bu sovrinlar, Real bu kuboklar, Real bu Chempionlar Ligasi. Realning muzeyidan kirganingizda ham kuboklar turadi. Barselonaning muzeyidan kirsangiz ko'p aytganman-ku, yulduzlarga atalgan burchaklar bor. Ya'ni futbolchilar, jonli odamlar, Maradona bor, Stoichkov bor, hammasi bor. Romario bor, eski Ronaldo bor. Barselonada ozgina o'ynagan bo'lsa ham, Realda men butun muzeyni aylanib chiqqanda Cristiano Ronaldoni kam uchratganman Raulga qaraganda. Ya'ni Ronaldodek eng zo'r futbolchi, Realning tarixidagi eng zo'r o'yinchisi endi aniq u Cristiano. Ana shu Cristianoga umuman urg'u qo'ymagan holda u bir vakilimiz, bir Real jamoasida o'ynab ketgan futbolchi ko'rinishida namoyish etishadi. Asosiy e'tibor sovrin bo'lib turaveradi. Va bu ham o'ziga yarasha. Real shu yo'lni tanlagan, Real shu yo'ldan ketadi. Shuning uchun Barselona bilan qadriyatlar to'qnashuvi bo'ladi. Atletico aslida ikkalasi ham emas. Sovrin haqida ham emas, chunki juda ko'p bo'pti sovrin yutmaganiga. Diego Simeone va hujumkorlikka o'tadi, bir narsalar qiladi va yana himoyaviy futbolga qaytib oladi. Biz Simeoneda baribir eski DNKsi ishlab ketayotganligini ko'ramizda. Lekin Atletico sovrin yoki kubokni egasi bo'lmasa ham natijani qotiradi. Natijani qo'lga kiritishda bittalik o'yinda agar natijani qo'lga kiritish kerak bo'lsa, dunyoda Atleticochalik himoyalanadigan, Atleticochalik tablodagi hisobni ushlab qoladigan jamoani topish qiyin. Juda qiyin. Buni juda ko'p takrorlagan. Juda ko'p takrorlaganidan biz hatto 3-0 dan keyin Barselona ursa-ku bu ertak bo'lardi deb o'tiribmiz. Lekin ikkinchi tomoni borki, ana ular natijani yaxshi ko'radigan jamoa-ku va ular hujumkor o'ynab birinchi bo'limda 4 ta gol urib isbotlab qo'yishdi-ku va bularning haqqi agar qo'llaridan kelsa himoya qilib turib saqlab qolishsin degan ma'noda oraliqda qolib tomosha qildik. Albatta Barselonaning o'yini yoqimli. Men Barselona muxlislarini mana shu yorqinlik bilan tabriklamoqchiman. Yutqazilgan o'yin bilan tarixga kirish mumkinligini Barselona isbotlayapti. Comeback qilishiga bir baqiya qoldi. O'sha 6-1 uning xotirasida turdi va o'shanga qarab yurdi va ishlar shunga qarab ketayotgan edi. Lekin Barselonaning keyingi yarmida, mana shu ikkinchi bo'limning ikkinchi qismida o'sha zaxiradan tushadigan futbolchilar yetmadi. Tan olaylik, aynan sifat beradigan futbolchilar tushmadi. Maydonda 5 ta asosiy tarkib jamoaning motori hisoblangan futbolchilar so'nggi soniyalarda e'tibor bering. Rafinhani, Pedrini, Yamalni aytayapman, Kubarsini aytayapman, Martinni aytayapman va Bernalni aytayapman. Mana shu futbolchilar do'stlar 90-daqiqalarda ham o'sha gol uchun harakat qilishdi, lekin maydonga tushgan Olmo, maydonga tushgan Rashford hech qanaqa bir jamoaga qo'shimcha kuch bo'lib kirishmadi-da. Agar 80-daqiqadan shunday yoqadigan bo'lsangiz, aniqki Rashfordni ko'rib turib 90 daqiqadan beri o'ynayib charchab qolgan deb o'ylaysiz. Pedrini yoki Yamalni, Rafinhani ko'rib turib, "Ya bular yaqinda tushgan bo'lsa kerak" deysiz. Ya'ni disbalans baribir o'z so'zini aytdi. Mana shu eng kerakli joyda jamoa yana qo'shish kerak bo'lgan joyda, chunki Atletico ham charchadi, to'psiz juda ko'p o'ynadi, horg'inlik va Atleticoning zaxirasidan Syorlot tushyapti. Syorlot 2 marta xavfli vaziyat yaratdi, gol urishi ham mumkin edi, ura olmadi-yu. Lekin mana shu 2-3 ta epizodi bilan Barselonani bir orqaga, bir oldinga qaratishga majbur qilib qo'ydi. Ya'ni qaysidir daqiqalarni yo'qqa chiqardi. Bayina tushgandan keyin ham shunaqa bo'ldi. Umumiy Atleticoning zaxirasidan tushgan futbolchilar jamoa uchun natijani qo'lga kiritishda hissalarini qo'shishdi, shubhasiz charchagan futbolchilarning o'rniga tushdi va Barselonaning zaxirasidan tushgan futbolchilar esa hech narsa qo'shishmadi. Bo'lib ham Barsa hujum chizig'ida Ferran Torres degan futbolchi o'ynasa endi nima deysiz?
Menga o'sha Ferran Torres haqida gapirib yuborgan paytim, uni muxlislar bordir. Mana mamlakatimizda men ishonmayman muxlislar borligiga. Yozib qolishadi, e'tiroz bildirishadi. Aslida Ferran zo'r, aslida nega unaqa tanqid qilasiz boshqa? Viniciusni ham rosa tanqid qilamiz. Va Vinicius zo'r o'ynaganda zo'r o'ynadi deymizda. Voqeligicha qoladi do'stlar. Ferran Torres Barselona hujumchisi do'stlar. Ferran Torres Barselonadagi jamoada o'ynash baxtiga muyassar bo'lgan. Uncha hujumchilar orzu qilishadi. Lewandowski Barselonani yutib yurgan jamoadan Barselonaga kelgan orzu qilib. Mana shu jamoada yurib super imkoniyatlarga ega bo'lib turib, qaraq qilib turib 3 ta vaziyatni yo'qqa chiqarish mumkin bilmadim. Ya'ni Ferran Torres Barselonaning oyog'idan chiqqan chipqoni desak ham bo'ladi. Yarasi bosganda og'riyveradi. Butun jamoa unga harakat qilyapti, lekin Ferran Torres o'zining ferranligini ko'rsatyapti. Bernal urdi, Bernal 4 ta gol urdi adashmasam. Hujumchi emas, u tayanch yarim himoyasi. Bernal bilib turibdi, shu Ferran o'sha joyda bo'lishi mumkin, Ferran yaxshi ochiladi, lekin o'sha joydan ham noaniq tepishi mumkin, nima ishonchim komil. Darvoza to'sinini poylab berishi mumkin-da Torres. O'sha joydan sharhda ham aytdim, u yaxshi ham Barselonaning baxtiga shu joyda Bernal bo'lib qoldi, Ferran Torres emas. Shuncha imkoniyat va o'sha imkoniyatlardan bittasidan foydalansa ham Barselona ikkinchi golni o'rtaroqda urganda, birinchi bo'limning o'rtaroqda do'stlar, balkim tanaffusga 3-0 chiqib ketishi mumkin edi. Balkim ha. Atletico qo'shish kerak bo'lgan joyda qo'shganligini ko'rganligim uchun, ha bu jamoada baribir kuch bor deb hisobladim. Zaxiradan tushgan futbolchilari bilan yana qarshi hujumlarga qochib ketadi deb o'yladim. Qochib ham ketdi, vaziyat ham yaratdi, lekin gol bo'lmay qoldi. Va yakunda mana bu 4-3 bor-ku, hisob to'g'ri shekilli degan xulosaga keldim. Chunki boya gap bitta bo'lim Atletico Madrid shunaqa dahshatli o'yin ko'rsatib berdi-ku, birinchi bo'lim bo'lgani uchun esdan chiqarib yubordik-da. Birinchi bo'limdan keyin ikkinchi bo'lim ham bo'ldi-da. Haligi unuttirgan bo'lim, rosa varga qarashgan, boshqa qilishgan, qizil kartochka bo'lgan, juda og'irlashib ketgan 4-0 ni ta'siri bilan Atletico tashlab nisbatan yuborib hisob uchun o'ynagan. Barselona esa yana qarshi hujumlardan qo'rqib oldinga chiqqan, ikkilanib o'tkazilgan bo'limni ko'rdik-da. Shuning uchun birinchi bo'limni ko'pchilik esdan chiqarib yuboryapti. Lekin ba'zan shunaqa bo'ladiki, inson bitta zo'r harakat qilib qo'yib, keyin mana shu natijasini 2-3 xatosi bilan ham yuvib yurishi mumkinligini isbotlab qo'yadi. Atletico mana shunaqa 4 bo'limlik o'yin o'tkazdi. Bittasini zo'r o'tkazdi, Madrid jamoasida 3 tasini raqib jamoa vakillari mazmunliroq o'tkazdi. Tan olaylik. Barselona 3 ta bo'limda zo'r bo'ldi. Lekin 3 ta bo'limda 3 ta gol urdi. Umumiy olganda 3 ta gol bilan javob berdi. Har bir bo'limga bittadan gol. Lekin Atletico bitta bo'limda 4 ta urdi. Shuning uchun ham hozir bu uchrashuvdan Barselona o'ziga yetarli xulosalar olish kerak. Fenomenal o'ynamasin, dahshatli ter to'kib, yigitlar to'kilib qolguncha o'ynamasin, futbolning yuqori jozibadorligini ta'minlab o'ynamasin, g'alaba uchun yetarli bo'lmasligi mumkin. Ya'ni Barselona Chempionlar Ligasida hali play-off o'yinlarida o'ynaydi. Asqotadi. Diego Simeonening ko'rsatgan ishi Barselonaga kelajakda asqotadi deb o'ylayman. Balkim Barselona chorak finalda Atletico Madrid bilan o'ynab qolishi mumkin. O'yindan keyin Diego Simeone Barselonani zo'r o'ynaganligini ta'kidlab o'tib, Flickga chorak finalda ko'rishguncha degan ekan. O'sha uchrashuvda agar Barsa mana shu haligi natija tomonlama katta hisob baribir alaloqibat zarar keltirishini bilib, oldindan shunga qarab o'ynaydigan bo'lsa, bu uchrashuvdan yetarlicha saboqlar olgan bo'ladi. Ya'ni bekordan bekorga emas. 4 ta gol baribir bir bo'limda o'tkazib yubormaslik lozim edi. Shuning badalini to'lash uchun Barselona juda katta ish, juda katta ko'lamdagi mehnat va hattoki qurbonliklar bilan to'lashga majbur bo'ldi. Mana 2 ta qanot futbolchisi chiqib ketdi. Hozircha noma'lum. Planlari ham o'zgarib ketdi-da. Boshida Canceloni bu qanotga qo'yib turib, Canceloning uzatmalaridan juda ko'p narsalarni chiqarishni umid qilgan Flick
Shu birinchi bo'limning o'rtasida majbur bo'lyapti sxemani, uslubni, yondashuvni o'zgartirishga. Chunki Cancelo nimaga tushirdi? Canceloni o'sha hujumkorlikka tushirdi, o'sha yerda bo'g'ib turib Canceloning uzatmalaridan foydalanishga tushirgan edi. Lekin Balde tushyapti majbur Kundening o'rniga va Cancelo o'ng tomonga o'tyapti. Shunda ham Joao Cancelo bitta fenomenal pas qilib berdi. Baribir zo'rda pas amalga oshira oladigan futbolchilar. Pedri boshqacharoq, albatta Pedri butunlay o'yinni nazorat ham qiladi, o'rtalardan har narsa qilish mumkin. Bugun Pedri qo'rqinchli darajada zo'r o'ynadi, to'kilib qoldi. Yamal katta o'yinini o'tkazdi. Rafinha endi qaytayotganligi uchun biz prime Rafinhani ko'rmadik. Tan olaylik, Ferran Torres o'sha gap. Bernal dahshat. Busquets bo'lishi mumkin. Futbolchi sifatida Bernal yo'qayotgan edi. U ikkita gol urdi. Ferran Torres 4 imkoniyatdan foydalana olmagan oqshomda Bernal 2 gol muallifi bo'ldi. Vaqtida kiryapti, o'sha Sergio Roberto bo'lib berdi. Neymar pas bergan, keyin oltin gol urgan. O'sha gol bo'lmadi. O'sha gol bo'lmagani balkim Barselona uchun yaxshidir. Chempionlar Ligasidagi o'yinlari oldidan yaxshidir. Buni bilmaymiz, endi buni kelajakda ko'ramiz. Lekin o'sha gap Barselona kubok oladimi, olmaydimi? Umuman titullarsiz qolib ketsa ham Hansi Flick muxlislar uchun, futbol uchun ulashayotgan yorqinligi uchun ayni mana shu mutaxassisga rahmat deyishimiz kerak. Ya'ni bu Barselonani ko'rish zavqli. Bu Barselonani sharhlash maza. Yozishyapti. Misol uchun Barsachi bo'lib ketdingiz. Do'stlar, biz yorqinlik tarafdori bo'lamiz. Bir jamoa himoyada beton qo'yib yotayotgan bo'lsa ham, chiroyli himoyalansa ham, hujumkor tomonni zavqi tortib ketaveradi. Keyin Barselona shunaqa katta o'yin o'tkazdiki, men bitta ta'riflab beray. Kataloniya jamoasi 3 ta gol urdi. Atletico Madrid yomon o'ynadi. Umumiy o'zining uslubida yomon o'ynamadi. Atletico Madrid juda ko'p mehnat qildi. Atletico Madrid jang qildi. Griezmann, Lukman, keyin tushgan Syorlot, Alvarez, himoyada o'ynagan futbolchilar va ayniqsa darvozaboni Musso katta o'yin o'tkazdi, bunday o'ylab qo'yamiz. Kambeklar bo'ladi yoki yetmay qolgan chala kambeklar bo'ladi. Ko'rasizda, qanaqadir rikoshetlar bilan o'yini chiqmayotgan jamoa gol uradi o'zi. Unga kambek kerak. 3 tami 4 ta gol kerak. Keyin bitta gol urildi-ku deb turib hujumga chiqqanida narigi jamoa birdan ruhan tushib ketib, natijani ushlab qolsa bo'ladi deb turib yarim kuchi bilan o'ynashni boshlaganda yana 2 ta gol topadi. Lekin u o'yinni ko'rayotgan payti sezasiz, bu juda ham dominant futbol qilmayapti-ku. Bu bittasi unaqa kirib ketdi, bittasi bunaqa kirib ketdi. Bir tengroq o'yin bo'lyapti, lekin 3-0 deb hayron bo'lasiz va oxirida ana u jamoa 4-golni urganda boshini ushlab qolasiz. Bunaqa o'yinlar bor, bunaqa kambeklarni ko'rganmiz. Lekin bunda raqib jamoa tashlab yuborgani, raqib jamoa izdan chiqib ketgani tufayli bo'ladi-da. Va qanaqadir xaoslarning natijasida kiritiladigan gollar bor. Barselonaniki do'stlar juda tartibli o'ynagan raqib bilan bo'ldi. Bu jamoa 90 daqiqa himoyani yorib tashlaydigan, himoyani marromiga yetkazadigan jamoa bilan bo'ldi. Va barcha gollari estetika bo'ldi. Birinchi gol ko'rdingiz. Avtobusni yorish mumkin bo'lgan oxirgi chora qoldi, Yamal chapga o'tdi. Keyin o'rtadan shunaqa tez kirishda tiki-taka bo'lib ketdi va Pedrini to'xtatishdi. 3-gol ko'rdingiz. Burchak zarbasi, to'pni Yamalga uzatyapti. Men oshir deyapman. Yamal esa Canceloga, Cancelo o'lchab tepyapti, futbolchilar liniya zo'r ishlashyapti va natijada gol. Va oxirigacha harakat. Ya'ni kim Barselona raqib zo'r o'ynagan o'yinda 3 ta gol urdi. Gap mana shu yerda. Raqib zo'r o'ynagan o'yinda 3 ta gol urish bilan qanaqa xaoslardan foydalanib, o'sha kungi omad hisobiga, rikoshetlar hisobiga, narigi jamoani kayfiyatsizligidan foydalanib yutib ketish boshqa. Barselonaga o'xshab turib, og'ir raqib bilan, og'ir kechgan uchrashuvda raqib ham zo'r o'ynagan o'yinda juda ko'p vaziyatlarga ega bo'lish butunlay boshqacha natija. Buni farqi bor do'stlar. Barselonaning g'alabasi mana shu 3-0, to'g'ri, bitta o'yindagi g'alabasi, lekin umumda g'alaba emas. Tarixiyligi shundan.
Kelajakda farzandlarimizga so'zlab berishimiz shundan. Shuning uchun ham bu uchrashuv menga juda ham yoqdi do'stlar. Juda ham yoqdi. Ikki tomonlama. Atletico ushlab qolsin deyotgandim. Misol uchun sharhda ham Barselonani yorqinligidan zavqlanib sharhlagan bo'lsam, oxirida Atletico hisobni ushlab qolganligidan qanaqa ta'riflar ketdi. Eshitdingiz. Suvni oldiga olib ichirmasdan olib kelyapti yoki muz hamda olov o'rtasidagi jang va oxir oqibat muz ustunlik qilyapti, muz olovni shunday o'chirib qo'yapti dedim. Ya'ni umumiy Atletico finalga chiqdi va finalga chiqqan jamoani mana hushtak chalingandan keyin o'ziga yarasha vasflaydigan joylari bo'ladi. Ana shu vasf ketdi. Lekin butun o'yin davomida Barselona favqulodda katta o'yin o'tkazdi. U taslim bo'lmadi. Misol uchun do'stlar o'zingiz o'ylang, 20 daqiqa gol ura olmadi. Start plan ketdi. Boshda birinchi, ikkinchi daqiqalarda urish kerak edi. 20 daqiqa hech narsa yo'q. Va asosiy futbolchilardan biri chiqib ketyapti. Uni o'rniga tushayotgan futbolchi bu qanotga tushadida hamma rejalar yo'q bo'lib ketadi. Ikkinchi rejani o'tyapti. Ya'ni Barselona o'zining metodikasida, o'zining uslubida o'zining o'yinini o'ynayapti baribir. Ya'ni taslim bo'lib qolmayapti-da. 6-1 bo'lgan uchrashuvda esingizda bo'lsa, Cavani gol urgach, 3-0 Barselona yutib turgan paytda 4-golni urishga rosa harakat qilayotganda, Cavani mehmonda urilgan gol hisobiga Barselonaning go'yi ko'mib qo'ygandek bo'lgan. O'shanda Messi, Suareslar Cavaniga, endi ular Janubiy Amerikalik-ku, o'tib ketayotgan paytda rosa harakat qilayotgandek bo'ldi, tugadi deyishgan ekan. Ya'ni u Barselona garchi comeback qilgan bo'lsa ham, u Barselona tarix yozgan bo'lsa ham do'stlar, orada taslim bo'lgan. Orada uzilgan. Keyin PSJning haddan tashqari yomon o'yin. Mana farq. Bu Atletico yomon o'ynamadi. Unda PSG juda yomon o'ynagan. Judalar yomon o'ynagan. Esimda haddan tashqari qo'rqib bir narsalar qilib turib o'ynagan. Lekin bu Atletico oxirgacha o'zining rejasi asosida ketayotganini bildi-da. O tasodifan 3 ta gol o'tkazib yubormadi. Ha, 3 tagacha uradi bular, bu yo'lga o'tkazmaslikka oxirigacha yuramiz deb turib Barselonlarni tushirib o'yinni o'zgartirishga intilish ham bo'layotgan edi Atletico tomonidan. Shu boisdan ham hozir raqibning ko'rsatgan futbolidan Barsa aslida o'ta katta o'yin namoyish etganligini bilib olsak bo'ladi. Barselona muxlislarini ajoyib o'yin bilan, Atletico Madrid muxlislarini natija bilan tabriklaymiz. Chiqdi bo'ldi bu yo'lga. San Sebastian, Bilbao, u yerda farqi yo'q. Anchadan beri El Cholo sovrini yutmagan, sovrini yutsin. Lekin qanaqadir ko'ngil sezyaptimi sizda ham? Inter ham o'tgan yili Barselona yutib chiqib, PSG ga yutqazib qo'ygan edi. G'alatiroq holat bo'lgan edi. Balkim Hansi Flick o'zi yarim finalni eplay olmas ekan, to'g'risi. Ya'ni yarim final ikkita o'yindan iboratda. Finallarda doimo yutgan-ku. Ikkita o'yinda qaysidir uchrashuvda Flickni yengsa bo'lar ekan. Inter isbotladi va Simeone isbotladi. Finalda yutyapti. Misol finalda farqi yo'q. Bitta o'yinni yorib tashlaydi. 0-0 dan boshlanadi, raqib qo'rqib o'ynaydi. Ammo og'riqli nuqtalariga zarba berib tashlagan o'shanda ham Inter baribir 7 ta gol urgan ikkita uchrashuvda. Barsa 6 ta urgan, lekin 7 ta urgan o'zi. Bitta ko'p gol urgan. Gap shunda o'sha 7 tani topa olganligida, yo'l qo'yilgan xatolar natijasida edi. Qanotlardan urgan, boshqa qilgan. Shuning uchun Barsa serial davom etadi. Uning Chempionlar Ligasidagi o'yinni ko'rish ham zavqli. Sababi o'sha yana yuqori liniya, qanday qilib turib raqiblar foydalanishadi. Raqiblar foydalana olmasa Barsa qanday ezib tashlashi mumkin. Bu davom etaveradi va qiziq tomoni hali Atletico Madrid bilan yana bir ikkitalik o'yinda namoyon bo'lishi mumkin. Bu safar Flick qanday chora qabul qiladi, ochiq bilmadim. Bu nafaqat Diego Simeonega saboq bo'ldi bu uchrashuv. Chunki sal qoldi-ku. Bu Barselonaga ham katta saboq bu uchrashuv. Barselona hali Newcastle bilan, keyin Atletico bilan, agar Atleticodan o'tadigan bo'lsa, ko'p ehtimol Arsenal bilan juda og'ir ikkitalik o'yinlarni o'tkazadi. Ikkitalik o'yinlarda esa kuchni teng taqsim qilish kerak va maksimal 4 ta bo'lim yaxshi o'ynash kerak. Mabodo bitta bo'lim yaxshi o'ynamay qolsa, musobaqa bilan xayrlashish mumkin. Buni Atletico isbotladi. Do'stlar, mana shunaqa katta o'yinni ko'rdik, lekin uning soyasida juda ko'p voqealar bo'ldi. Vaqti keyinroq gaplasharmiz. Eldor Shomurodning jamoasi yutqazib qo'ydi, Bobur bilan sharhladik, ko'rdingiz. Beshakshehar g'alati jamoa ekan, to'g'risi. Juddalar g'alati jamoa ekan.
Yana bir marta Trabzon bilan shu ishni qilyapti. Yutib turgan joyida, tekis joyida qizil kartochka olib bo'ldi, hammasi darvozabon ham dovdiryapti, gol olib kelyapti va 2-4 kubok o'yini edi. Chiqib ketmadi-yu, lekin chiqib ketishga yaqinroq turibdi. Endi 3-o'rinni olishi qiyinroq. Angliyada ham hafta o'rtasida o'yinlar. Liverpool Wolverhampton yutqazib qo'yyapti. Endi o'ziga keldi deganimizda Arne Slot yana bo'rilar nimalar qilishyapti? Bo'rilar oxirgi o'rinda. Wolvesni aytyapman. Arsenal bilan durang natija qildi oxirgi daqiqalarda. Keyin Aston Villani mag'lub etishdi va navbat Liverpoolga yetib keldi. Liverpoolni hozir 5 talikka kirishdan mahrum qilish mumkin. Hali yana o'yini bor. Wolves bilan qatorasiga 2 ta o'yinimiz shunaqa edi. So'nggi daqiqalarda gol urib ketdi. Bu aslida Liverpool gol urish kerak edi. Paslar bo'layotgan edi. O'sha qarshi hujum 14-hududga bemalol olib chiqishdi bir futbolchini. Darvozabon o'zi noto'g'riroq pas berib qo'ydi. Gol oxirgi daqiqalarda kiritilganligi uchun Liverpool javob bera olmadi. Everton navbatdagi g'alabani qo'lga kiritdi va Leeds hamda Sunderland jamoalari o'rtasidagi uchrashuvda Sunderlandning g'alabasi pastki o'rinlardagi kurashni avjlantirib yubordi. Leeds ham, Nottingham Forest ham, Tottenham ham va yaxshi kuraj olgan, natijalarni yaxshilayotgan West Ham ham hozir ligadan tushib ketmaslik uchun borini qilishadi. Hozir tepadagi jamoalar bilan emas, shu jamoalar bilan o'ynash qiyinroq. Ishoning, mavsumning oxirida shu jamoalar chempionni hal qilishsa ajab emas. Shu joyda videoga yakun yasayman. Like bosib qo'ying, ko'rishguncha.